Assalomu alaykum hurmatli haqiqatni izlanguvchilar. Bu qatimliq leksiyarimizga xush keldinglar. Bu qatimliq leksiyarimizda farzandlarimiz bilan bevosita munosabatli bo'lgan tahdidlardan e'tiqodga munosabatli tahdid ustida ozroq to'xtalmoqchi va diasporada nüfusimiz eng ko'p bo'lib qolgan Turkiyani misolga olib turib, bugungi leksiyamizni boshlab ketaylik. Ko'pinchilarimizning Turkiyani tanlashimizdagi asosiy sababni mübarek dinimiz bo'lgan islom dinimizni yashash uchun va farzandlarimizga yashatish uchun desak xato bo'lmaydi. Undaq bo'lsa bu davlatda farzandlarimizga e'tiqod jihatdan qanday bir tahdidning yaqinlashayotganligiga qarab boqaylik. Gapni Turkiyadagi xalqning e'tiqod tushunchasi ustida ilib berilgan ikki anketdan boshlasak, tadqiqot va tekshirish shirkati Kondaning dokladida 2008 yildan 2018 yilgacha bo'lgan yaqinqi 10 yildagi ijtimoiy o'zgarish dokladida ateistlarning sonining og'ir darajada oshganligi va Turkiyadagi dindorlarning sonining azayganligi oshkorlangan. Buningga asosan bu davlatda o'zini ateist deb bekitganlarning nisbati burunga qaraganda 3 hassa eshib 1% dan 3% gacha o'rlagan. Buningdan boshqa dinga ishonmaydiganlar, ya'ni deistlarning nisbati 1% dan 2% ga o'rlaganligi to'g'riliq statistika o'ttirig'i chiqqan. Yana bir MAK ismli tadqiqot shirkatining 2017 yillik tekshirish dokladida "Men xohlagan bir dinga mansub" degan dindorlar 86% ni, dinlarga emas, Allohga, ya'ni bir yaratquchining borligiga ishonaman degan deistlar 6% ni, ham Allohga, ham dinlarga ishonmayman degan ateistlar 4% ni. Allohning borligi va yo'qligi isbotlag'ili bo'lmaydi yoki men texi qaror berolmayapman degan agnostiklar 4% ni egallaganlik bir statistika o'tirg'i chiqqan. Endi biz bu ikki tekshirish dokladidagi raqamlardan bakarak yoshlar orasida tez suratda yeyilayotgan bu 3 xil hukmlar ustida ozroq to'xtalish orqali bugungi leksiyarimizning asosli temasini yo'ritib chiqaylik. Bu 3 hukm bo'lsa, biri ateist, biri deist, yana biri agnostik. Bu 3 xil hukmni zag'ir til bilan tushundirsak, ateist Allohni, dinni va oxiratni, jannat va jahannamni inkor qilguvchilar. Deist butun dinlarni inkor qildi, biroq bir yaratquchining borligiga ishonadi. Agnostik shubhining ichida qolgan, bir yaratquchining borligini isbotlab bo'la olmagan, yo'qligini isbotlab bo'la olmagan, texi qaror bera olmaganlar. Hem inkar qila olmaydiganlar, hem qabulmu qila olmaydiganlar. Bu hukmlar bo'libmi Turkiyada yashayotgan ota-onalar va farzandlarimiz bundan keyin bargan seri ko'p anglaydigan, agar bu masalalarga biz ota-onalar jiddiy ko'ngil bo'lmay qolsak, bizning farzandlarimiz orasidanmi mushular orasidagi bir guruhga tava bo'ladiganlar chiqib qolishi mumkin. Bugundan biz taxmin qilib kelgusiga nazar solsak, bu 3 xil e'tiqodga ega kollektivning sonining kundan kunga ko'plab berishi muqarrar ko'rinadi. O'ylantiradigan yeri shuki, AK partiya iqtidorga kelgandan tortib jami va masjidlarning sonini zo'r darajada ko'paytgan. Imom xatib maktablarining va ilohiyat fakultetlarining sonini burunqiga solishtirganda ko'rinarli darajada oshirgan bo'lsa-mu, biroq yoshlarning dindan so'yishi va kallasining qaymoqishi va hatto inkor qilishi qatorliqlarmi dal mushu mazgilda kundan kunga og'irlashmoqda. Undaq bo'lsa, bundaq bo'lishining sabablari ustida ozroq to'xtalib baqsaq. Birinchi sabab islom dushmanligi, ya'ni islamofobiya degan hukm 11-sentabr voqeasidan keyin dunyoga medialar orqali keng tarqalib bugungi kungacha davomlashib, orqa-orqadan chiqqan tirnoq ichidagi islom qalbiga kiygizilib, siyosiy o'yinlar uchun foydalangan terrorlik tashkilotlari va boshqa islomga bo'lgan qora chaplashlarning natijasida bugungi yoshlar bargan seri bularning ta'sirida va islomni xato tushundirgan buzuq manbalardan eng muhimi atrofdagi o'zini men musulmon deb turib qilib yurgan axloqdan jiroq, insoniylikdan jiroq qilmishlarni qilayotgan so'zli musulmonlarga qarab islomni Qur'on va to'g'ri manbalardan emas, balki bu so'zli musulmonlarga qarab diagnoz qo'yishlardan kelib chiqayotgan islom desa xurofotlik, islom desa terror, islom desa jahillik, islom desa ayollarga bo'lgan ezish qatorliq chaplangan qarilar sababli bo'libmi Turkiyaning yoshlarida islomdan, dindan jiroqlashish avj olmoqda.
İkinci sebep internet ve sosyal medyalardaki maqsadlik ve maqsadsiz dinni öz aldığı məsuliyyətsizlərcə ağzıga kelgini bo'yicha tushundirayotgan manbalarning kundan kunga ko'payib berayotganligida. Üçüncü sebep ata-onalarning quloqdan o'rgangan diniy bilimlarining va muhitdan taqlid qilib yashab kelgan ichi bo'sh taqlidiy iymonning ma'nosini bilmay turib o'qigan so'ri bilan qilgan namozlarining hozirgi zamon farzandlarining so'ragan savollari bilan yuzlashganda javob berishga ojizlik qilishlaridan farzandlarining xato manbalardan izlanib xato tushunchlar bilan islomga bo'lgan ko'z qarashining burmilinib ketishlarida biz ota-onalarningmi ig'ir mas'uliyatimiz bor. Mushu nuqtadan biz shu qanoatga asalni bora olamiz. Burunqi ota-onalar farzandlarining kiyimini butun va yeydig'ini yaxshi qilib bersa, vazifasi asosan ado bo'lgan bo'ladi. Qolgan tarbiya qismini muhit bilan maktab to'liqlaydi. Farzandlar o'g'inish va cho'ng bo'lish jangiga o'zlari chiqadi. Jangmi u daraja kaskin bo'lmaydi. Muhit bilan maktab bek nachar bo'lib ketmasa, asosan layoqatli bir inson bo'lib jamiyatga qo'shilib ketalaydi. Hozirgi reallik bo'lsa, kiyimini va yemikini tayyor qilib qo'yish bilanla kifoya qilinib, hozirgi va kelgusidagi jangga yolg'iz yo'llab qo'ysak, uzun o'tmayla jangning orasida mag'lub bo'lish emas, yo'qolib ketishi mumkin. Chunki burunqi solishtirganda muhit maktabdan boshqa yana yangi bir jang maydoni qo'shildi. U bo'lsa-mu internet va sosyal media. Muhit bilan maktabdan xotirjam bo'lsaqmi, sosyal mediadagi jangning shiddatligiga sal qaray olmaymiz. Shunga buningdan keyingi ota-onalar jangga kiyimi va yemikini tayyorlab bergandan sirt o'zlari jangga tang otlanmay, farzandlari uchun sog'lom bir yo'lni ochib bermay, hech bo'lmasa qayerda ketib borganligini bilib turib va xato ketgudak bo'lsa askartish berish uchun orqada bo'lsa-mu mangmay amali yo'q. Buning uchun ota-onalar o'zini to'xtamay taraqqiy qildirishi, tarbiyalashi va zamonga xos bilim va ilmlar bilan qurollanib turib, eng chong fitna bilan sinalmoqchi bo'layotgan bir dunyoda farzandlarimizning o'zining mazmut va sog'lom bo'lgan suzgich qurolini qurib chiqib, kuchlantirib olguncha ular bilan birlikda ilgirlamakdan boshqa tanlashimiz yo'q. Buning eng oldida keladiğini islomga bo'lgan va iymonga bo'lgan va shundaqla axloqqa bo'lgan tushunchalarimiz va bilimlarimizni yangilishimizda. Farzandlarimiz qanotlari qatqicha bo'lgan orliqda balki bizning taqlidiy quloqdan o'rgangan bir islomni o'rgansak, osonlik qabul qilib olgandek ko'rinishi mumkin. Ammo uningdan keyin o'tir maktabdan boshlab sinflardagi savodoshlari va mahalladagi do'stlari orasida ateist, deist va agnostik savodoshlari, do'stlari tarafidan so'ralgan savollarga ko'milib qilib, taqlidiy va quloqdan o'rganganlari u savollarga taqobil tura olmay, tavrinib qilishi, hatto boshqa yo'lga minib qilishi mumkin. Savolning javobini boshqa yerdan topdim deganlar ateist va deist, texicha topolmadim, izlayapman deganlar agnostik bo'lib qoladigan oqibatlar kelib chiqishi ko'rinib turgan masalalar. Bo'libmi Turkiyada yashayotgan va farzand tarbiyalayotgan bizlar uchun. Albatta yana nurg'un sabablarini o'tirg'a qo'ya olamiz. Biroq qarindoshlarimizning diqqatini tortishimizga bu bir qancha nuqta yetarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Bu sabablar ichida albatta shaytoniy aqllar tarafidan planlangan razil planlarmi bor. Ularni keyingi leksiyalarimizda ayrim to'xtalamiz. Faqat ko'proq sababini avval o'zimizdan izlashimiz uchun sistemaning qorong'u taraflarini tilga olmay turdik. Shu bir nuqtani eskartib o'tsak, yuqorqi mazmunlarni ko'rib, balkim ba'zilarimiz imom xatib to'g'ri bir yo'l deb o'ylab yoki dinni asos qiladigan ma'arifni o'ylayotgan ota-onalar bo'lishi mumkin. Bizning izlanganimiz bo'yicha imom xatiblarning ko'payishiga ergishib, har xil masalalar, masalan, o'g'illarga bosqinchilik, qizlarga bosqinchilik va o'qituvchilarning saviyasining tuvanlab ketishi qatorliq yaqinqi mezgillarda nurg'un xabarlarning o'tirg'a chiqqanini ko'ryapmiz va o'qiyotganlardanmi bu to'g'riliq fikr almashtirib kelyapmiz. 2018-yili Konya davlatlik ma'arif boshqarmasi imom xatib maktablaridagi o'quvchilar orasida deistlikka qaydiganlarning soni ko'plab ketyotidi deb Turkiya Buyuk Millat Majlisiga bir doklad sungan. Shu vaqtlarda xeyli g'ulg'ula qo'zg'algan. Bu yerda imom xatib maktablarini bir narsa demoqchi yoki bir tayoq demoqchi emas. Faqatla deganimizdek ota-onalar jangga farzandlarimiz bilan tang otlanmasak, maktabga ishinib, muhitga ishinib, rahatga qechib, qo'limizni keyniga tutib, farzandlarimiz o'zi cho'ng bo'lib qoladigan kunlar kelmasga ketdi. Undoq bo'lsa qanday qilishimiz kerak degan savolga javob izlab baqsaq. Islomni
qachon to'g'ri tamsil qilganlarning soni ko'payib, go'zal axloqni bosh toji qilib turib, yashab, atrofga go'zal o'rnakni ko'paytmay turib, bu masala hal bo'lmaydi. Ularning ko'payishida sizningmi va bizningmi bir kishilik mas'uliyatimiz bor. Aksicha, islomni xato tamsil qiladigan buncha musulmon bor yerda ateist bilan deistlarning sonining eshib ketishiga hayron qolmasligimiz kerak. Ota-onalar bütün javoblarning eshigini ochalaydigan shu Allohning tunji buyrug'ini, ya'ni o'qu degan buyrug'ini har kuni cho'qim qilmasak bo'lmaydigan bizning va farzandlarimizning hayotining bir parchasi qilishimiz kerak. Ateistlarning qo'yayotgan savollariga biz oldin izlanib, javoblarni tepib qo'yishimiz kerak. Farzandlarimizning bizdek taqlidiy iymon bilan dinni yashab, namozlarda nima deganini bilmay turib, qilib o'tib ketadiganға amdi fursati yo'q. Chunki ular buningdan keyin qadamda bir savollar bilan putlashib mangdi. Burunqi taqlidiy iymondan izlanish va savol qo'yishdan kelgan tafakkur va aql aralashgan iymonga o'tishimiz kerak. Tunji leksiyarimizning tunji jumlasida ishlatgan Hazrati Umarning farzandlarni yashayotgan vaqtiga emas, yashaydigan vaqtga qarab tarbiyalanglar degan so'zi bo'yicha Qur'oni Karimning fan texnikaga oid oyatlaridan misol edib turib, farzandlarimizga Qur'on Karimni tushuntirishimiz kerak. Bir oyat bilan misol olsak, Qur'on Karim Nisa surasi 118 va 119 oyatlarda Alloh shaytonga la'nat o'qidi. Shayton bo'lsa, men uning bandalaridan ma'lum ulushni olaman. Ularni cho'qim azduraman. Ularni aldayman. Ularni cho'qim hayvonlarning quliqini kesishga buyuruyman. Hamda ularni Allohning yaratganlarini o'zgartirishga buyuruyman. Kimki Allohni qo'yib shaytonga do'st tutsa, u cho'qim ochiq bir ziyonga tushgan bo'ladi. Bu oyatda 1997-yili olimlarning bir qo'yning quliqidan ilingan hujayra bilan shu qo'yni klonlashda, ya'ni shuningga o'xshash bir qo'yni ko'paytirishda muvaffaqiyat qozongandan keyin nurg'un olimlar jonliqlarni klonlash uchun eng muvofiq o'rinning quloq ekanligini e'lon qilgan. Jonliqlarni klonlash eng dastlab 1938-yili boshlangan bo'lib, har xil usullar va o'xshamagan hujayralardan elib sinaq qilib, mag'lub bo'lib, oxiri quloqdan ilingan hujayra bilan tajriba qilib g'alaba qilgan. Oyatdagi shaytonning quloqlarini kesishga buyruq qilman, ularni Allohning yaratganlarini o'zgartirishga buyuruyman degan oyatidan bugungi klonlash texnikasini tilga olganlik oyatlarini misol qilish orqali farzandlarimizga bu muqaddas kitobimizni biz yashayotgan va farzandlarimizning yashaydigan zamoniga loyiq tushuntirib, ularni yashaydigan zamoniga loyiq tushunib o'rganishga yetakchilik qilishimiz kerak. Farzandlarimizni kelgusidagi digital dunyodami haqni ko'ra oladigan ko'zga ega, haqni his qila oladigan qalbga ega, axloqni o'ziga bosh toji qilib, atrofdagilarga islomning va haqiqiy musulmonlikning tamsilchisi bo'lishga o'zi qaror berib menishi uchun biz ota-onalar qiladigan sabablarimizni ajr va sabr bilan sug'urishimiz kerak. Yig'incha qilsak, bugungi leksiya temamizdagi tahdid asosliq ikki tarafdan kelyotidi. Biri bizlarning, ya'ni ota-onalarning quloqdan o'rgangan va muhitdan taqlid qilib kelgan islom va iymon tushunchalarimiz. Yana biri farzandlarimizning atrofida ateist, deist va agnostikdan iborat bu uch xil qarashga ega kollektivning kunni-kunga ko'plab berishi. Bizning islomiy bilimlarimizni jiddiy shaklda yanglishimizga, taqlidiy iymonni cho'rib tashlab, aql va tafakkur bilan aytilgan iymon orqali o'zimiz va farzandlarimizni qurollantirishimiz shu anki eng muhim ishlarimizdan biri bo'lishi kerak. Chunki farzandlarimizning iymonini uchirib ketadigan bir qo'yinning kelayotganini hozirdan boshlab his qila olamiz. Shu bir jumla bilan bugungi leksiyamizni oxirlashtirishni loyiq ko'rdik. Iymon etganlar ochiq sifatlar bilan iymon etsin, inkor qilganlar ochiq dalillar bilan inkor qilsin. Qimmatli vaqtlarni sarf qilib, oxirgacha ko'rgan qarindoshlarimizga rahmatimizni aytamiz va qonimizni qo'llab tarqitib qo'yishinglarni umid qilamiz. Allohga omonat bo'linglar.